Islom tarixiga oid ko'plab kitoblar yozilgan bo'lib, ularning orasida tarixchilar ko'proq murojaat qiladigan va asosiy manba sifatida qabul qilinadigan 3 ta muhim kitob mavjud. Quyida ushbu kitoblar haqida bilib olamiz. Birinchisi, Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullohning qalamiga mansub Tarixul Umam val Muluk asari. Tarixut Tabari nomi bilan mashhur bo'lgan ushbu asar Odam alayhissalomning yaratilishlaridan tortib to Hijriy 302-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Muallif kitobdagi voqealarni sanad bilan bayon qilib, ularni sahih yoki zaif deb hukm qilmagan. Ikkinchisi, Ibnul Asir rahimahullohning qalamiga mansub Al-Kamil fit Tarix asari. Ushbu asar ham Odam alayhissalomning yaratilish qissalaridan boshlanib to Hijriy 628-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi. Muallif ba'zi o'rinlarda rivoyatlarni sanad bilan, ba'zi o'rinlarda esa sanadsiz keltirib o'tgan. Uchinchisi, Hofiz ibn Kasir rahimahullohning qalamiga mansub Al-Bidoya va Nihoya kitobi. Islom olamida shuhrat qozongan ushbu asar insoniyatning paydo bo'lishidan tortib to Hijriy 768-yilgacha bo'lgan davrni o'zida aks ettiradi. Kitob xronologik tartibda yozilgan va muallif kitobdagi voqealarni sanad bilan keltirishdan tashqari, ularning sahih yoki zaif ekanligini ham bayon qilib o'tgan. Islom tarixini chuqur o'rganmoqchi bo'lgan har bir shaxs ushbu kitoblarni bilishi zarurdir.